Davleniya nasosni opa ododasi keldi. Xullas akalar bizga yangicha nasos kelgan. Buni o'rnatish, ya'ni ustanovka qilish tartibini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Xo'p, birinchi suv kirishiga setchniy filtr qo'ydik, ya'ni kartrij. Ichidagi kartrijni setkali, mabodo keyinchalik to'lib qoladigan bo'lsa, bemalol olib, tozalab, yana qaytadan ishlatsa bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi nasosimiz o'zini ichida issiqlikni ham, sovuqlikni ham sezadigan datchik o'rnatilgan. Mabodo nasosga suv kelmayapti, suv yo'q, ichi bo'sh, yana bitta plyus taraf tok kam. O'sha paytda ham o'zini o'zi o'chiradi. Xo'p, sovuqqa qanaqa? Misol uchun -4 gradusdan tushib ketdi harorat. O'shani ham datchigi sezadi, ichidagi kirichatkasini bir marta o'sha paytda aylantirib qo'yadi. O'zida yana bitta plyus tarafi bor, mabodo necha davleniyada turganini ko'rsangiz bo'ladi. Hozir buni ochib tekshirib ko'ramiz. Suvni boshqaradigan relesi boshqa relega qaraganda aniqroq ishlaydi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Motor bo'yicha savollar bo'lsa, kommentariyada kutaman.